avvalgilariga nisbatan anchagina kuchli terma jamoa va avvalgilariga nisbatan favoritlik maqomi kattaroq deyilmoqda. Va Portugaliyaning o'zida ham ko'pchilik bu tarkibni tarixdagi eng yaxshisi, eng kuchlisi deya e'tirof etmoqda. Zo'r avlod yetishib kelgan. Vitinha baribir boshqacha futbolchi, to'liq maydon bo'ylab harakatlari har. Uning oldida Nevesh ham o'ynamoqda, Nevesh ham ter to'kiyapti. Vitinha ko'proq qurilishga hissa qo'shadigan futbolchi. Fernandes esa aynan uning oldida mana shu ikkita katta o'yinchi, yuqori iste'dod egalari turganligi uchun hujumga yaqinroq o'ynaydi va Brunoga bu erkinlik beradi. Mana bu yaqindan o'zini taklif qildi Veyga. Yana 6 talik himoyachisiga e'tibor bering. Kongoda bu futbolchi esa ba'zida rom shaklida, ba'zida kamon ko'rinishda raqibning joylashuviga qarab birinchi qismda tutib olyapti. O'rtada Nunu turibdi, biroz xotirjam, kimdir pas berib qolishni kutayotgan. Vaziyat o'zgarib ketdi. Cancelo Veyga pastdan 23 daqiqa o'ynasang o'ynamasa hozir hushtak chaladi va uning breakga taklif etadi. Uning breakga e'tiborni tortyapti, mutaxassislarni ranjitmoqda, futbol muxlislarni ham ranjityapti. Klub keskin tanqid qildi. Liverpulda ishlagan vaqtda asosiy shogirdlaridan bo'lgan, ishonchli futbolchilardan biri bo'lgan Van Dijk ham gapirib o'tdi. Shuningdek, qolgan futbolchilar ham qo'llab-quvvatlashi, bu fikrlarni davom ettirib, norozilik bildirish haqida ma'lumotlar ham paydo bo'lmoqda. Balkim Portugaliya atayin shu 23-daqiqadan to'pni maydon tashqarisiga chiqarmasdan o'tib olmoqchidir. Endi bu shunchaki hazilomuz taxmin bo'ldi. Ketdi markazga. Suvchi borishadi. Ya'ni klub va Van Dijk aytayaptiki, agar sharoit rostdan issiq bo'lsa, peshinda mana bunday vaqtlarda bo'lib o'tayotgan o'yinlar bo'lsa, marhamat, ilm nuqtai nazaridan uni qilish kerak. Lekin kechki paytda salqin vaqtda, salqin joylarda o'tayotgan o'yinlar, ayniqsa konditsionerlari bor stadionlarda o'tayotgan o'yinlar kerak emas. Mana bu stadionlar ham ta'min yopiladi darvoqe va bugun hozir aytib o'taman, ayni vaqtda Houstonda, Texasda, ya'ni shaharning o'zida Houstonda 27 daraja issiq havo harorati, namlik 85%.